ئۇيغۇرلاردا پەرزەنت تەربىيەسى. ئاپتورى يەرمۇھەممەد تايىر تۇغلۇق. 8. باب. Til mədəniyyəti və gəp sözdəki ədəb tərbiyəsi. Öz tiliga qandaq münasibətdə bolğanlıqqa qarab, hər bir kişinin mədəniyyət dərəcəsini, puhralıq qədir-qimmatini aniq aytıb bergili boludu. K.G. Paustovski. Uyghur xalqı qədimdən tartib mədəniyyətlik millətlərinin qatarından o'rin ilib kelgan xalq. Bunun səbəbi yalğız Uyghur xalqı yaratqan ulug'vor mədəniyyət muvaffaqiyatları bilan munosabatlik bo'lib qolmay, balki Uyghur xalqı güzel, boy mədəniyyət tiliga ega bo'lganligi, Uyg'urlarning so'zlarini bayon qilish va so'zlashdagi adabga to'liq ahamiyat bilan qaraydiganligi bilan munosabatlik edi. Tildagi madaniylik va ifodalashdagi fasohat shu millatning tafakkur safosini o'lchashning muhim ochqichi bo'lib keldi. Shuning uchun til madaniyati va so'zlash adabi tarbiyasi farzandlarning safosi masalasida eng ko'ngil bo'lishga tegishli jiddiy vazifa. Birinchi, til madaniyati tarbiyasi. Aql ham bilim tarjimoni bu til, ro'shan til kishini yo'rtquchi bil. Yusuf Sajib. Til madaniyati tarbiyasi deganda nazarda tutildigani ona til tarbiyasi. Ana til tarbiyasi farzandlarning qalbida ana tilga bo'lgan muhabbat tuyg'usini uyg'otish, ana tilni qo'g'dash va ana tilni taraqqiy qildirishni maqsad qiladi. Shunga til va tilshunoslik xalq ma'rifining odatdagi hayotini emas, balki markaziy mohiyatini tashkil qiladi. Karamizm. Biroq ana til tarbiyasi maktablarning vazifasi emas, balki u butun jamiyat va har bir oilaning o'rtaq majburiyatlarining biri. Uyg'ur xalqi uzun madaniyat tarixiy musobaqasida Uyg'ur tilini yaratib va uni mukammallashtirib, uni jinidek qadrlab keldi. Uyg'urlar farzandlari endi dunyoga ko'z ochgandan tartib farzandlarning qalbiga ona til tavushlarini singdirib, ularning qalbida ona tilga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'usini uyg'otib keldi. Shuning uchun ona til madaniyati tarbiyasi Uyg'ur xalqining farzand tarbiyasidagi ulug'vor an'analarining biri bo'lib kelganligi tarixdan bizga ma'lum. Uyg'ur ma'rifi ona til darsiga intayin ahamiyat bilan qaraydi. Tarixiy musobaqaga nazar soladigan bo'lsak, Uyg'ur xalqi ona tilini va uning saflig'ini qo'g'dash, ona tilni taraqqiy qildirish uchun butun hayotini sarf qilganligi tarixdan bizga ma'lum. Buningdan ming yillar muqaddam O'rta Osiyoda umumyuzlik avj olgan arablashtirish to'lqinida Qaraxoniylarning Mahmud ismli bir shahzodasi yetishib chiqib, o'z davrida muqaddas til deb ulug'lanayotgan arab tili bilan Uyg'ur tilining baygiga tushgan ikki otga o'xshash tang chepib ketayotgan madaniy til ekanligini arablarga va o'z vaqtidagi ona tilidan aynigan va yotlashgan bir bo'lik ziyolilarga isbotlab berish maqsadida Turkiy tillar divoni degan buyuk qomusni yozgan. U bu asri uchun umrining yarmini degudek sarf qilgan. U gigant alim bu qimmatli va ahamiyatli amgiki bilan ayni davrda Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatiga qilinayotgan dahshatli hujum uchun mustahkam ma'naviy sepil soqqan edi. 15-asr kelganda yana bir qism ağmıcı shoirlar ana tilini kamsitadigan, Fars tilini madaniy til hisoblagan bir ta'tir iqim o'tirg'i chiqqan. Xeyli ko'p avtorlar asarlarini Fars tilida yozgan. Arab farscha nurg'un so'zlar Uyg'ur tiliga kirib, Uyg'ur tilining lug'at sostavida xeyli buzilishni barliqqa keltirgan edi. Bu xil yuzilishning yomon oqibatini aql ko'zi bilan ko'rgan nurg'un madaniyat sarkarlari ko'krak kerib o'tirg'i chiqib, bir tarafdan ilmiy asarlar orqali Uyg'ur tili bilan Fars tilining madaniylik darajasini solishtirib, Uyg'ur tilining Fars tilidan madaniy til ekanligini isbotlagan bo'lsa, yana bir tarafdan Uyg'ur tilida munavvar asarlarni barliqqa keltirib, ulgu ko'rsatish orqali og'michilarga zarba berdi va ona tilini qo'g'dab qolgan edi. Ular ona tili uchun nima buncha ko'ydi? Ona tili uchun shuncha zo'r qurbon berishga tayyor turdi. Chunki til degan bir millatning eng qudratli ma'naviy boyliqlaridan biri. Til degan millatning ruhi, millatning jini. Til ham bir millatning o'rtaq mulki. Qadimki ajdodlardan qolgan qimmatli tavarruki. Har qanday bir millatning tili shu millatning tafakkuri bilan, qon bilan go'shtdek yo'g'rilib ketgan. Til boyligi, tafakkur boyligi degan so'z. Shunga ular tilni millatning jini deb qaraydi. Millatning mavjud bo'lib turishi, madaniyatning avloddan avlodga izchil davomlashishi tildan iborat qurolga bog'liq. Agar bir millatning tili yo'qolsa, millatning o'zimi va madaniyatimi yo'qoladi. Ular xalqning tili qilgan hujumni uning qalbiga qilgan hujum deb tushunadi. Xalq tilining hamisha milliy ruh bilan chambarchas bog'langanligini go'mbilidit biladi. Ana tilni qo'g'dash uchun bo'lgan kurash vatanparvarlik va xalqparvarlikning oliy ifodasi edi. Mana shu Uyg'ur tili uzoq yillar mobaynida Uyg'ur xalqini dunyo bilan bog'lab turdi. Dunyo madaniyati uchrashadigan bu oltin makonda oltin ko'vrik bo'lib, dunyo bilan Uyg'ur xalqining qalbini uzilmas rishti bilan bog'ladi. Uyg'ur tilining qudratli kuchi tariximizda nurg'un ulug' olimlarni yetishtirib, Uyg'urlarni dunyo madaniyat munbirida oldingi qatorga o'tkazgan edi. Insoniyat uchun baxt yo'lini, nijotlik yo'lini ko'rsatib bergan dunyoviy xarakterli nadir asarlar ana shu madaniy Uyg'ur tili bilan barliq kelib, Uyg'ur xalqining shon shuhratini dunyo jamoatchiligiga tanitgan edi.
Dünya tarixida barliq kelgan muqaddas kitoblarmı Uyğur tiliga ag'dirilib, o'zining hayotiy qudratini namoyon qilgan edi. Bu haqiqatni to'liq tushungan Uyğur xalqi bala yana deb tug'ilgandan tortib, uning qalb daftariga allay naqshlari bilan ona tilining muqaddas nurlarini naqshlashga boshlaydi. Shunday qilib Uyğur tili necha ming yillik tarixiy musofini besib, tarixdagi har xil til assimilyatsiyalarga qarshi kurashda g'olib kelib, pen madaniyat g'oyat zo'r darajada taraqqiy qilgan bugungi 21-asrga dadil qadam bosdi. Hozirgi madaniy dunyoda Uyg'ur xalqi farzandlariga ona til haqida qanday tarbiya berishi kerak? Uyg'ur tilining hozirgi zamon dunyo madaniyatiga yonishishi va kelgusi istiqboliga kafolatlik qilishda oila tarbiyasi qanday rol o'ynaydi? Ana til tarbiyasi hozirgi dunyoda va kelgusidami qat'iy jiddiy qarashga tegishli bir cheksizlik. Ana til tarbiyasiga sal qarag'anlik boshqa tarbiyalarga ham sal qarag'anlik bo'lib qoladi. Farzandlarning bu vaqtchig'ida chiqqan tunji ana so'zi ana til muqaddasligi bilan yo'g'rilib ketadi. Shu tunji sadodan keyin Uyg'ur onalari har xil usullar bilan farzandlarning tunji ana til o'qituvchisi bo'lib qoladi. Ananing bu vaqtda singdirgan ajri farzandlarning tilining davom bo'lishi, tafakkurining taraqqiyoti uchun cho'nqur asos soladi. Chunki tilning ravonligi, aniqligi va ifoda qilish kuchi farzandlarning fikr qilish qobiliyatini o'stirish uchun intayin muhim. Tili boldir chiqqan bolalarning aqli taraqqiyoti bilan tili keyin chiqqan bolalarning aqli taraqqiyoti ro'shan farqlandi. Bolalarning tilining tez va ravon chiqishi ko'p mashqlantirish, ko'p so'zlatish, ko'p gap qilib berish bilan zich munosabatlik. Shunga Uyg'urlar maqsad muddosini to'liq ravon uqtira oladigan bolalarni aqlli bola ekan deydi. Duduqlab gapini uqtira olmagan, gapni taqqa qilib maqsadini uqtira olmagan jur'atsiz bolalarni yaxshi til tarbiyasi ko'rmagan deb qaraydi. Shunga farzandlarning tilining ochiq va ravon bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Buning uchun bundaq bir qancha xil usulni qo'llanish muvofiq. Birinchi, farzandlarni tili chiqishga boshlagandan tortib, aniq to'g'ri talaffuz bilan ravon so'zlashga odatlantirish lozim. Agar gapini to'liq talaffuz qila olmaslik ahvollari bayqalsa, jur'atlik bo'lishga, tartinmaslik ilhomlantirib, gapni aniq dona-dona aldirmay so'zlashga odatlantirish. Qiynalib qilayotganligini his qilganda yetaklash xarakterda so'zlarni to'liqlab berish kerak. Chunki ba'zi bolalar tartinish va jiddiylashish tufaylidan gapni to'liq talaffuz qila olmaydi. Ikkinchi, bolalarga gap qilish zaruriyati tug'ilgan chaqdala gap qilib, qolgan chaqlarda karimiz bo'lmaydi. Zaruriyatsiz chaqlardami bolalarning ko'proq narsalarni so'rash yo'li bilan g'idiqlash lozim. Agar bolalar biror yerga borgan bo'lsa, shu yerga borgandan keyingi ta'sirotlarni, nimalarni ko'rganligini, nimalarni qilganligini so'zlatish, o'ynagan, turgan ishlar to'g'risida so'zlatish, boshqalarga bo'lgan tushunchisini so'zlatish kerak. Ba'zi chaqlarda palonininkiga berib, mundaq deb kel deb buyurish, telefonda so'zlatish qatorli usullar bilan yetaklash kerak. Uchinchi, maktabga kirgandan keyin va maktab kirishdan burun bolalar bilan ko'proq aralashib fikr almashtirishga ishtirok qilish. O'qishdagi ta'sirotlarni, darslarning mazmunlarini so'zlab beqishga haydakchilik qilish, kitoblarni unlik o'qib berishni o'tinish yo'li bilan bolalarning til qobiliyatini, nutq qobiliyatini oshirishga bo'ladi. Bolalar bilan ancha-muncha ba'zi masalalar haqida munoziralashib qo'yishmi, bolalarning fikrini o'zlashtirdi, tilini ravon qiladi. Ata-onalar farzand tarbiyalashda ona til bilan xanzu tili va boshqa chet el tillarining munosabatiga ilmiy ko'z qarashda bo'lishi kerak. Qo'sh til o'rganish qadimdan beri Uyg'urlarning farzandlariga qo'ygan muhim talaba bo'lib kelgan. Diniy e'tiqod ehtiyojidan bo'lsin, madaniyat nuqtai nazaridan bo'lsin, Uyg'urlar qo'sh tillik bo'lishni dunyoga yuzlanishning yo'l xati deb qarashgan. Qadimki buyuk olimlardan Mahmud Qashqari, Yusuf Hasajib, Alisher Navoiylarmi arab, faris tillarining eng ustlari hisoblanadi. Ular hatto arab faris tilida yuqori saviyalik va fasohatlik asarlarni yozgan edi. Biroq ular shunday kamolatga yetgan turuqliqmi hargiz ona tilidan voz kechmagan, balki ona tilni ulug' bilgan va ona tilida asar yozib dunyoga tanilgan. Hozir ota-onalar farzandlarining qo'sh tillik bo'lishiga bek ko'ngil bo'lyotidi. Bo'libmi shart-sharoit yar beradigan joylarda bolalarning xanzu tili o'rganish va chet el til o'rganish ishtiyoqi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Chet el tili kurslari ko'paygan. Bu xil yuzlanish albatta kishini suyundirdi. Ota-onalar buning uchun xeyli ko'p pul chiqim qilyotidi. Biroq afsuslanarli bir ish, ba'zi ota-onalar boshlamchilik buning ifodalari mundaq bir qancha taraflarda ifodalandi. Biri, ba'zi ota-onalar farzandlari o'zaro aloqada ona tilida so'zlamay, xanzu tilida so'zlashsa, ba'zilari yarim Uyg'ur tilida, yarim xanzu tilida so'zlab, abjash bir tilni barliq keltirsa, uniga to'g'ri tadbir qo'llanmoq yo'q, aksicha faxrlangan, hatto o'zi boshlamchi bo'lib, xanzu tilida so'zlashadigan ahvollarni uchratdik. Yana biri, hozir xeyli ko'p ota-onalar farzandlarini xanzu maktablariga berish bir do'lqinga aylanib turdi. Bu o'quvchilarning ona tili mangu xanzu tili bo'lib qoladi. Uyg'ur tili ular uchun ikkinchi o'rindagi qo'shimcha o'rgangan til bo'ladi. U bolalar hargizmi Uyg'ur maktablarida ona til tarbiyasi ko'rgan bolalardek qalb hissiyotini ona til bilan to'liq mukammal ifodalab bera olmaydi.
Ular ana til bilan faqat turmushdagi oddiy aloqaning hödəsini chiqarishi mumkin. Men tanıydigan oliy maktabda o'qigan xanzu tilida imtihon berib qabul qilingan bir necha o'quvchi bor edi. Ular 5 yil muntazam Uyg'ur tilida dars anglabmi, keyin xeyli uzun mazgil Uyg'ur tili bilan dars o'tishning hödəsini chiqolmadi. Ba'zilari kasb almashtirib chiqib ketdi. Bundaq bo'lishining nima sababi bordir? deb jamiyatdan ahvol egilib baxdim. Ba'zi ota-onalar Uyg'ur maktablarida o'qigan bolalar xanzu tilini bilmaydi ekan. Shunga ularning istiqboli yo'q bo'ladi ekan. Xanzu maktablarida o'qisa istiqboli bo'ladi ekan deb qaraydi ekan. Yana bir bo'lak ota-onalar Uyg'ur maktablarining shart-sharoiti nachar, o'qituvchilarning safosi tuvan, xanzu maktablarining sharoiti yaxshi, o'qituvchilarning safosi yuqori deb qaraydi ekan. Birinchi xil qarashning asosi yo'q. Agar masalaga undaq qaraydigan bo'lsak, mantiq jihatdan xanzu bolalarning istiqboli bor, Uyg'ur bolalarning istiqboli yo'q degan xato aqliy yakun chiqargan bo'lib qolamiz. Bilish kerakki, milliy ma'rif butun Jungo ma'rifining ayrilmas tarkibiy qismi. Uyg'ur ma'rifimi sotsializm uchun, Jungocha zamonaviylashtirish uchun, kelgusi uchun, taraqqiyot uchun xizmat qildiriladi. O'rtaq ma'rif fanjini bo'yicha odam tarbiyalaydi. Hozir darslik mazmuni birlikka keltirildi. Agar til farqi nuqtasidan istiqboli farqlanadi deb qaraydigan bo'lsak, undaqda milliy ma'rifning darvozasini taqab, barliq bolalarni xanzu maktablariga berish zaruriyati tug'ilamdi. Shuni bilish kerakki, milliy ma'rif millatning gullanishi va taraqqiyotining eng muhim kafolatchisi. Umumliq nuqtasidan qaraganda istiqbol masalasini farzandlarni xanzu maktablariga berish yo'li bilan hal qilg'ili bo'lmaydi. Balki milliy ma'rifning sifatini yuqori ko'tarish orqali bu masalani hal qilish uchun asos solg'ili bo'ladi. Uyg'ur tili va Uyg'ur ma'rifi hargizmi millatning istiqboliga aks ta'sir ko'rsatadigan ma'rif emas. Uyg'ur ma'rifi necha ming yillardan buyon ana tilda dars o'tish orqali dunyoviy mashhur olimlarni yetishtirib chiqqan edi. Hozir mu shunchaki professor va doktorlarni jamiyatga chiqardi. Xanzu maktablarda o'qiyotgan o'quvchilar bilan Uyg'ur maktablarida sharoiti yaxshiroq maktablarda o'qiyotgan o'quvchilarning safosida ro'shan farq yo'q-ku. Til masalasidan qarasak, hozir 3-yillikdan boshlab toki oliy maktabni bitirguncha xanzu tili o'rganadi. Oliy maktabni bitirgan ko'plagan bolalar xanzu tilida ravon aloqalasha oladi. Shunga ota-onalarning farzandlarini ona tilidan mahrum qilish zo'rlaydigan har qanday vositani istiqbol uchun terish deb qaramaymiz. O shaxsiyatchilik, manfaatparastlikdan kelib chiqqan quruq bahonadan boshqa narsa emas. Agar ota-onalar haqiqatan farzandlarining istiqbolini o'ylaydigan bo'lsa, uni millatning bir butun madaniyat izchilligi va ona tilining mukammalligini izlashi lozim. Farzandlar uchun ona tildan mahrum qilinishdan ortiq yo'qotish bo'lmaydi. Chunki tilda xalqning borligi, uning vatani gavdalandi. Til xalqning o'tmishi, hoziri ham kelajak avlodni mustahkam bir butunlikka, tarixiylik va jonliqlik jihatda cipsliq aylandırıcı en hayati, en boy, en mustahkam vasıtasıdır. Oşniski. Nasihatin namune. Balam, ana tilingni qadrligaysan. Hergiz ana tilingga haqorat keltiradigan ish qilma. Uyg'ur tili hergizmi dunyodagi ilg'or madaniy tillardan keyinida qoldigan til emas. Pifagor shundoq degan ekan. Bir millatga tava bo'lgan eng ulug' va eng qadrlashga tegishli narsaning til ekanligini bilganingda, ondan o'zingni bila olaysan. Tilini yo'qotgan millat madaniyatini oxiri o'zini yo'qotadi. Bir odamning ona tiliga tutgan pozitsiyasi millatga bo'lgan pozitsiyasini ifodalaydigan eng muhim alomat. Ona til shu millatning qalbini bir-biriga tutashtirib turadigan rishta. Ana tilinglar seni xalq bilan bir gavdaga aylantira oladi. Shunga Alisher Navoiy buvimiz tilga e'tiborsiz qarg'anliqing, elga e'tiborsiz qarg'anliqingdir degan. Ana til degan necha ming yillardan beri ajdodlarning ruhiy va tafakkurining jonliq simosi bo'lib, ana tiling orqali xalqing bilan fikr almashtira olmasliging nima degan ichinishli qol? Balam, ana tilda so'zlamay boshqa tillarda so'zlashishni madaniylik hisoblaydigan odamlarga uchratsang, jur'atlik nasihat qil. Ular nasihatingga kirmasa, ular bilan aralashma. O'zining tilidan yangan, tangan odam sen vafo qilmaydi. Undaq odamning o'zini aqlashga sababi va salohiyati yo'q. Ana tilga qilgan asiylik millatga, milliy madaniyatga va ajdodlarga qilgan asiylik bo'ladi. Bu gapimni hargiz unutma. Balam, qarindosh millatlarning tilini va biror chet el tilini ko'ngil qo'yib, terishib o'rganib olgin. Bu sening dunyo bilan uchrashishing, dunyo madaniyati bilan uchrashishing, boshqa millatlar va dunyo xalqi bilan qalb almashtirishingda oltin ko'rik bo'ladi. Hozirgi dunyoda yolg'iz ona tilini bilib, boshqa biror til bilmagan odamni 20 odam deymiz. Qo'sh tillik odamni qo'sh qanotli qo'sh deb tasavvur qil. Xanzu tili va boshqa chet el tillarini o'rganganda uni hargiz ona tilining ustiga qo'yma. Chet el tilini biladim deb tamanno qo'yib, ona tilingni kamsitma. Ana tilingni kamsitganliging amaliyoti o'zingni, millatingni kamsitganliging bo'ladi. Ko'p tillik bo'lish odamning madaniylik darajasini yuqori ko'tardi. Biroq o'z tilingda hissiyotingni aniq, ro'shan, jonliq bayon qilib bera olmasang, seni madaniyatlik deb qarashga bo'lmaydi. Shunga ana tilingni puxta o'rgangin. Tilingni qanchalik betsang, tafakkuring shunchalik o'tkirlashadi. Balam, bilsang edi,
Bilsəng idi, Uyğur tili ifadələş küçüge boy, erkin, canlıq, güzel, ravan til. O qalbındakı hər qandaq çonqur mənlərini ən roşan ifadələb berişinin hödüsünü toliq çıxalaydı. Yusuf Hasacib şuna ana til bilan yüz sözünün tügünni bir söz bilan yeşkili boludu deb ta'riflagan. Şuna ana tilinin qadriga yetkin və onu beyitiş üçün tirişqin. İkinci gap sözdəki ədəb tərbiyəsi. Sözünü gözetkin bişin ketmisin, tilini gözetkin çişin sunmusun. Yusuf Hasacib. Mahmud Qashqari Türk Tillar Divani namlıq əsərdə mundaq bir qimmatlik uçurunu bergen. Türk tilida qildiyi so'zi ayollar o'tirsidagi jinsiy aloqaga ishlatilganligi uchun turklar ayollarni izzat tartib qalmasin deb shu so'zni ayollar qishida ishlatishdan voz kechgan. Bu ma'lumot bizga shuni uqtirdiki, Uyg'ur xalqi adab axloqni bek qadrlaydi va adab axloqqa bek e'tibor bilan qaraydi. Bo'libmi gap so'zdagi adabga ahamiyat beradi. Chunki insonning adab axloq o'lchimida oldi bilan til muhim o'rinni egallaydi. Ondan harakatlik adab ta'kidlandi. Bu ikki amilning qo'shilishi bilan qalbdagi adab axloqqa baho beriladi. Qadimgi Uyg'urlarda adab ardam bishi til degan maqol bor edi. Ya'ni adab axloq tildan boshlandi va tilni asosiy o'lcham qiladi. Shunga Uyg'urlarning farzand tarbiyasi an'anasida til madaniyatiga ko'ngil bo'lib qolmay, balki til adabiga alohida ahamiyat berib kelgan. Undaqda farzand tarbiyasida til adabi jihatdagi yetakchilikni qaysi taraflardan ilib berish talab qilinadi? Birinchi, rost so'zlashga yetaklash, yolg'on so'zlamaslikni ta'kidlash til adabiy tarbiyasiga qo'yilgan birinchi talab. Yusuf Hasacib tilining eng yomoni yolg'on so'zlashdir degan. Alisher Navoiy so'zning turi nihoyat ko'p, ammo yolg'on so'zning yomonroq turi yo'qdir degan. Şuna farzandlarning yolg'onchilik odatini qilishi bir afat. Bu afatning oldi ilinmasa, oxiri u o'zining beshini yeyish bilan natijalandi. Alisher Navoiy kim yolg'onchi atalgan bo'lsa, u Qur'ondan dalil keltirib so'zlasimi, kishilar uning ishonmaydi degan. Hikoya qilinishicha, bir kishi yolg'onchilik bilan tonilgan ekan. Bir kuni uning uyiga o't ketibdi. U jarsilib faryod qilib kishilardan yordam so'ragan bo'lsa-mu, kishilar uning bu ichinishlik faryodiga ishonmay kori bo'lmabdi. Shuning bilan uning uyi ko'zni yumib ochqicha kulga aylanibdi. Buni ko'rgan bir dona kishi uningga shundoq debdi: Kimki yolg'on so'zni to'liq qilsa, uning rost so'zimi xalq oldida yolg'on sanaladi. Agar boshqalar senga himmat ko'rsatmagan bo'lsa, ulardan ranjimay, o'zingdan ranjishing lozim. Bolalarning yolg'on so'zga odatlanib qolishining mundaq bir qancha sababi bor. Birinchi, ular sizlarning ayblashinglardan qo'rqib yolg'on so'zlaydi. Bir qatim nab ilib olgan bo'lsalar, keyingi qatim yana shu yolg'on bilan nab ilishga urinadi. Ikkinchi, ularning rost aytgan samimiy so'ziga ishonmagan chig'ingizda uning zarbi bo'lib, keyingi qatimda yolg'on so'z bilan eg'izingizni tuvoqlamoq bo'ladi. Üçüncü, yalğancılık, menfaatparastlik, şəxsiyyətçilik və vicdansızlıqdakı yaman xarakter özləşib qalğan ballarda köprək buludu. Dördüncü, sizlər ballarga yalğan sözləsənglər, ular mı əlbəttə sizlərni doğraydı. Şuna ata-analar farzandlarının yalğan sözləşigə yo'chiq içib berməsligi, ochiq ko'ngillik və səbirchanlik bilan ularni rost so'zlashga o'rgatishi, nasihat orqali rostchilik bilan yalğancılıqning axloq fazilat bilan bo'lgan munosabatini to'nitishi kerak. Nasihatin namuna. Balam, her qachon kishilar orasida rostchil degan yaxshi atoqni elishga tirishqin. Hargiz yolg'onchi atilib qolma. Yolg'onchilik bilan o'zingni bulg'ama. Yuzingga qora suvma. Yolg'on so'z har qancha bezak bilan aytilgan bilan hammani yuzingni yerga qaratadi. Yolg'onchilik bilan erishgan foydangdan oxiri tarqar ziyoning ziyoda bo'ladi. Danalar deganki, yolg'onni rostdek so'zlaydigan so'zman kumushga oltin bilan hal beradigan zargarga o'xshaydi. Yolg'on so'z oz bo'lsa-mu gunoh, zaharning miqdori oz bo'lsa-mu odam o'ltirdi. Rost so'z yuzingni yo'riq qiladi, xalq orasidagi obro'yingni ko'taradi. Farzandlar oqqarni farq etgudek bo'lganda, ularni rost va yolg'onning mohiyati va kishilik turmushdagi o'ynaydigan yaxshi yomon roli to'g'risida-mu cho'nqurroq tushunchaga ega qilish kerak. Balam, rost so'z deb hamma gapni tilga ilaverishmi axloqsizlik bo'ladi. Ba'zi chog'larda boshqalarga yordami bo'ladigan bo'lsa va biror odamning jinini qutuldirib qilishga sabab bo'ladigan bo'lsa, yolg'on aytishqimi bo'ladi. Chunki kishining jiniga zamin bo'ladigan rost so'zdan boshqalarning jiniga ori tura oladigan yolg'on so'z afzalroq. Hikoya qilinishicha, bir podshoh bir asirni o'ldirishga buyurgan. U bechora umidsiz holatda podshohni yomon til bilan tillashga boshlagan. Chunki kimki jinidan umid o'tsa, ko'nglidagi jimi gapini davolaydi emasmi? Podshoh so'rabdi. U nima da'vatidi? Aliyjanob vazirlardan biri javob berib, "Ey podshohim, u aytdiki, jannat g'azabini yutqishlar va xalqning kamchiliklarini kechirishlar uchun tayyorlangan" deydi debdi. Podshohning u asirga rahimi kelib, uning xunidan o'tibdi. Lekin boyiq aliyjanob vazirga zid bo'lgan yana bir vazir
Bizning xalqimizdagi kishilarga podshoh huzurida rost so'zdan boshqani deyish loyiq emas. Bu asr podshohimizga dashnom berib, naloyiq so'zlarni qildi debdi. Podshoh bu so'zdan bo'ynini to'lg'ab, mundaq debdi: "Menga sening rost so'zingdan ko'ra, uning yolg'on so'zi ma'qul kelgan edi. Chunki uning yolg'on so'zi yarishish jihatdan aytilgan. Sening rost so'zing yomonlik qilishga qartilgan. Holbuki aqllar fitna tug'diradigan rost so'zdan yaxshilik yetkazadigan yolg'on so'z afzal" degan. Yana bir hikoya keltiray. Hajjaj zolim nechilagan kishini gunohkor qilib o'ldirgan edi. Oxir yana bir kishiga navbat keldi. U kishi: "Ey Amir, sen uchun mening qilgan xizmatim bor. Paloni dushmanim qabih til bilan sening g'aybatingni qilgan edi. Men Hajjajning yomonligidan yaxshiliqqa to'la, sen yolg'on aytyapsan deb ma'ni qildim" dedi. "Guvohching bormi?" deb so'radi Hajjaj. U kishi shu majlisda o'tirgan birsini ko'rsatdi. U kishining bu voqeadan xabari yo'q edi. Ammo ayliq kishini o'limdan qutuldirish uchun rost aytadi deb guvohlik berdi. "Senmi bor ekansan, nima uchun shukka o'tirding?" deb so'radi Hajjaj. "Men" dedi guvohlik beruvchi kishi, "u vaqtda sening huzuringga kelib in'om ehsonini ko'rgan emasman. Shunga uning g'aybat qilgani menga xush keldi. Shu sababdan ma'ni qilmadim." Hajjaj ular rost so'zlaganlik uchun ikkisini ozod qildi. So'zlash adabiga qo'yiladigan yana bir talab farzandlarni gapni qisqa, mig'izlik qilishga, ma'nilik, o'rliq so'zlashga odatlantirish. Uzun, bemazza so'zlab kishilarni bezar qilmaslikqa ogohlantirish kerak. Uyg'ur xalqi gapni to'la qilgan kishilarni adabsiz, lavza deb qaraydi. Chunki ko'p gap qilguvchilar faqat o'zining gapini yo'rg'iltidi. Mamadonlik ularning xarakteri, o'zini ko'rsatish ularning maqsadi, boshqalarga gap bermaslik ularning xususiyati, gapga qo'shiq silish ularning odati. Shunga farzandlarga kichikdan boshlab suhbatlashish qoida usullari, ommaviy so'zlardagi so'zlash adablari to'g'risida ogohlantirib turish va nasihat qilish kerak. Nasihatin namuna. Balam, har qanday narsaning qimmati bo'ladi. Tilning qimmati uning ma'nosida. Ma'nisiz tilni bir changal lay bilish kerak. Ammo har qanday aziz narsalarmi zaruriyatsiz chog'da ishlatilsa, qadr-qimmatga erisholmaydi. Til seni armi qiladi, yarmi qiladi. O'rinsiz yerda gapdonlik qilish, har qanday so'rinda bo'lsang ko'p so'zlashdan hazar qil. Ikki narsa aqlsizlik jumlasiga kiradi. Biri zarur chog'da so'zlamaslik, yana birisi o'rinsiz chog'da ko'p so'zlab chekidan eshib ketish. Qisqa o'rinliq so'z ayibni yopadi. Uzun so'z nadonliqingga shohid bo'ladi. Balam, ko'p so'zlash deganlik so'ralmasdan zaruriyatsiz chog'da so'zlayverishdir. O'rinsiz chog'da qilingan so'z har qancha qimmatli va fasohatli bo'lsa-mu, boshqalarga tetimaydi. Kishilarning ko'ngliga beyoromlik chapasini soladi. Uningdan boshqa ko'p gap qilgan kishida ayib ham ko'p ko'riladi. Oldi bilan deyilmaydigan so'zlarni mu deb qalasan. Yolg'on yovadaq so'zlarga mu o'rin berib qalasan. Yana biri o'zingning ba'zi pinhon sirlaringni oshkorlab qo'ysin. O'zing biladigan, o'zingga munosib so'z bo'lsa so'zligim. Imkon bor so'ringa qarab gap qil. Hargiz o'zingning fikrini yo'rg'latma. Balkim so'rinda sendimi bilimlik, aqlli odamlar bo'lishi mumkin. So'zlaring ularni qoyil qilaligidek, ularga naf bergudek bo'lsa, ularni hayotning ma'lum tarafi to'g'risidagi tushunchadan manfaatdor qila olsang, sen ularning suhbatidan bahra ola olsang, bu suhbat ahamiyatli bo'lgan bo'ladi. Agar o'zingni valaqishib boshqalarga fursat bermasang, undan keyin ular sendan qochadi. Seni suhbatga qatnashtirmaydi. Shuning bilan undaq suhbatlardan oladigan manfaatdan quruq qolasan. Balam, mumkin bo'lsa donolarning suhbatiga daxil bo'l. Nadonlarning suhbatidan qoch. Olimlarning suhbatiga daxil bo'lsang, anglashni vazifa qilgin. Uyg'urlarda odam quloqdan samiridi, hayvon tuvoqdan degan gap bor. Bilimliklarning so'zi bahar yomg'iriga o'xshash ko'ngil etizlarini yashartirdi. Murad gullarini ichildirdi. Olimlarning so'zi sap va aram baxsh bo'lib, chanqilgan dillarga shifolik berdi. Sen cho'nglarning gapiga hargiz qo'shiq solma. Ularning gapiga diqqat bilan quloq silib, munosib bilimlarni o'rganib ol. Danishmanlar shundoq deganki, hech kim o'zining nadonligini e'tirof qilmaydi. Bir kim so'zlayotganda gapi tugmay turibla qo'shiq silib gapini bo'lib o'tish eng cho'ng nadonlik. Balam, so'zlashni bilib boshqalarning so'ziga e'tibor qilmaslik yomon axloqsizlik. Bilsang, anglash so'zlashga qaraganda sana ko'proq narsa beradi. O sana qadr-qimmat beradi. So'zda yanglishib qilishni saqlaydi. Boshqalarning so'zlaridan erishadigan manfaatdan bahrsiz qo'ymaydi. Balam, biladigan narsalaring bo'lsa kishilarni yo'shirma. Bilmaydigan ishlar haqida gap bo'lganda ig'iz ochma. O'zingga ro'shan bo'lgan tushunchalar haqida fikr qil. Sen uchun g'uvan narsalar to'g'risida gap bo'lganda tilingni tart. Balam, boshqalar bilan suhbatlashganda ularning tilida ifodalanayotgan ma'niga qarab baho bergin. Hargiz ularning kiyim-kechigiga qarabla qarg'ularcha cho'qilma yoki mansitmaslik nazari bilan qarma. Hikoya qilinishicha, ulug' olim Farabiy Shamga qilgan bir qitimliq safarda Saypul davlaning o'rdisiga qadam tashrif qilibdi. Saypul davla Shimoliy Suriya hukmroni Hamadan sulosining qurg'uvchisi. Ya'ni 943-yili Damashqni poytaxt qilgan.
Bu çağda yosh padişahning sarayga to'plangan mo'tivarlar har xil ilmiy masalalar ustida suhbatlashayotgan ekan. Ular ustiga turkiy kiyim kiygan, putiga zarpul deb atiladigan uchi ushliq o'tik kiygan bu kishini tonimaydi. Padişah bu natonish kishini o'ltirishga taklif qilganda Farabiy padişahdan xohlagan joydimi yoki belgilangan joydimi deb so'ragan. Sayfuldavla xohlagan joyda o'ltiring deb ijozat bergan. Farabiy kishilar oldidan o'tib, to'p-to'g'ri Sayfuldavla yanidagi bo'sh o'ringa kelib o'tirgan. Sayfuldavlaning yanidagi muhofizatchi Mamalik o'zlari tushunadigan ayrim bir til bilan Sayfuldavlaga: "Bu shayx adabsizlik qildi. Men unga bir qancha savol qo'yib ko'ray. Agar javob bera olmasa, uning jazosini berib, o'rnidan qo'g'lab chiqarayli" degan. Farabiy bu tilni yaxshi biladi. Shunga darhol: "Amir, o'zingizni tutib oling. Har qanday ishga faqat uning oxirida baho berish kerak" deydi. Sayfuldavla Farabiydan: "Siz bu tilni bilamsiz?" deb so'raganda, Farabiy "Bilaman" deb javob beribdi. Shundan keyin suhbat boshlanib ketibdi. Har xil ilmiy temalar o'tirg'a qo'yilibdi. Faqat Farabiylar bu masalalarga ro'shan izohat bera olibdi. So'rin ahli uningga qoyil bo'libdi. Demak, balam, odam o'ziga ishonch qila olganda suhbatga so'z qistirishi, tuman ma'nolarning tugunini bir so'z bilan yeshishi kerak. Ko'pincha odam o'zini odatda vujud qapisiga so'lab qo'yib yashaydi. Biroq ularning kimlar bilan aralashayotganligi va tiliga qarab, ularning qalb go'rini ichish mumkin. Konlarning g'ilabga qaramay pichoqqa qara degani mana shu. Qapning ichida begizni yo'shirib qala olmaysan. Qalb o'yingni pokiz tozalab, so'zlaringni go'zal, chiroyli, qisqa, ma'nili qilgin. Til degan qalbning mevasi balam. 3. Farzandlarga beriladigan so'zlash adabiy tarbiyasining yana bir mazmuni bolalarni siliq, ilmiy, chiroyli gap qilishga o'rgatish, qo'pol, sat, tuturuqsiz gap qilishdan cheklashni talab qiladi. Madaniyatli millat bo'lishning bir sharti kishilarning o'zaro muomala, munosabat qilganda nihoyat ilmiy, siliq, xushxuy, ochiq yo'riq bo'lishni talab qiladi. Ha deganda to'g'lab varqirash, kichikina ish uchun ig'izga eski tillarni ilib boshqalarning ko'ngliga azor berish, qo'pollik, tirkaklik va qizil o'pkilik qilish madaniyatsizlik, yovvoyilikning belgisi bo'lib qoladi. Hozirgi Uyg'ur jamiyatida madaniyatli ilmiy odamlarmi xili bor, lekin qo'pol, to'ng, o'ktam, hayosiz odamlarmi nihoyat ko'p. Ularning ba'zi qiliqlari ig'izdan chiqayotgan eski gap odamni seskandirdi. Bunday bo'lishining sababi nima? Bizning ko'z ishimizga qaraganda, birinchidan, tarbiyalanmagan qarqorsoq kishilarda bunday yomon odat ko'proq ekan. Ikkinchidan, oilasidagi yomon odat farzandlarga yuqqan ekan. Ba'zi oilalarda ota-onalar asabiylashgandeklar har qachon chalvaqab turdi ekan. Bolalarni eski tillar bilan tillaydi ekan. Yaxshi siliq gap qilsimi bo'ladigan yerga o'rinsiz holda shunday qo'pollik bilan muomala qiladi ekan. Oiladagi bunday kayfiyat bara-bara bolalarga singib, odat kuchiga aylanib qolgan. 3-dan, jamiyatning umumiy kayfiyatidagi ashunday nachar odatlar bara-bara umumlashib qolgan. Yo'shirmay aytish kerakki, har bir yurtda hozir ma'lum eski til "Assalomu alaykum" degan hurmatli salomimizning o'rnini egallab ketgan. Hey, Solamchi yaxshimisan? Hey, palarning balasi nega bording degandek. Men o'qiyotgan chig'imda bir savodishimiz bor edi. U har bir gapni qilsa, palarning balasi degan gapni qiladi. Bir kuni meni shundoq dedi. Men yugurib berib uni urib qo'ydim. Keyin boshqalar yig'ilib ketdi. U deydi-ki, biz eng yaqin kishilarimizni shundoq deymiz. Demak, siz o'zimiz da'vatgan gapning nima ekanligi, uning boshqalarga qanday ta'sir beradiganligini nazardan saqit qilib qo'ygan. Bu jihatda ota-onalar o'zimizga qattiq talab qo'yishimiz, farzandlarga yaxshi nasihat qilib turishimiz lozim. Nasihatdan namuna: balam, siliq, yaxshi, go'zal so'zlik bo'l. Til degan yaxshi, chiroyli so'zlash uchun berilgan. Odamning eng asl a'zosi til bilan qalb. Bu go'harni eski, nachar qo'pol so'zlarni qilib bulg'sang, go'harni nijozatga otqandek ish bo'lmamdi. Danalar og'ziga kelganini demak nodonning ishi, oldiga kelgan yemak hayvonning ishi. Navoiy degan. Qo'pol muomala degan ochiq qalblarni taqab, qulib soladi. Yumshoq so'z toshni ezib yumshtidi. Til tig'i bilan gunohsiz odamga azor berish, sog'lom qon tomirga nashtar urib nobud qilganga o'xshash. Navoiy. Bo'lsa, yirik so'zga yumshoq javob berishga odatlangan. U chaqda boshqalar seni aqlliq, madaniyatlik hisoblaydi. Qarshi tarafni adabsizlik, madaniyatsizlikda ayiblaydi. Har qanday so'zni qilganda maqsadlik, nishonlik qilib, dal joyiga tekizgin. So'zingga har doim hezi bo'l. U na'dan chiqdi, nega boradi, bilib, o'ylab, ondan so'zla. So'zning qanchaligini deyish, qanchaligini demaslik, nimani deyish, nimani demaslik kerakligi haqida aql bilan obdan kengashgin. Til degan aqldan chiqqani yaxshi. So'z xazinasidan yaxshi so'zmi chiqadi, yomon so'zmi chiqadi. Zaharlik so'zmi chiqadi, shirin so'zmi chiqadi. Bularni obdan bayqab til açsang, qalb dengizdan rostchilik, haqqoniylik, to'g'riliq, poklik va adolat unshlarini yog'dirsang, uning foydasi mo'lcharligi so'z. Aql bilan etilgan so'zning himmati bilan eng tuvan yerda turgan kishi izzat qo'li bilan ko'tarilib, hurmat to'riga erishadi.
Balam, quruq chuqan süren varqırab jarqırashlar bilan hech ishni hal qilg'il bo'lmaydi. Balki ishlarini tixmo chigilashtirib qo'ydi. Shunga aqllar deganki, tatliq so'zlik so'yar dushman postini, qo'pol so'zlik dushman qilar do'stini. Qo'pollik xuddi qing'irliqdek ruhiy meyitlikning alomati balam. Undaq odat izzat hurmatini yerga urdi. Agar ishonmasang, qo'pol, yirik so'zlik odamlarning san qilgan muomalasiga qarab baq. Bo'lmasa qo'pollik qilgan vaqtingda ayniga qarab baqqan. Mening nazarimda qo'pol, yirik tilliq, chechilgan odam nervisidan yerim ketgan odamdir. Balam, tildagi qo'pollikning yana biri o'rinsiz savoldir. O'rinsiz savolmi qo'pol javobga sabab bo'ladi. Kishilik munosabat degan aks sadoga o'xshaydi. Sen boshqalarga qanday muomala qilsang, shunday javobga erishsan. Hikoyatlarda aytilishicha, bir juhud yana bir musulmon bilan so'z talashib qopti. Musulmon debdiki, agar bu narsamdan joliq ko'rilsa, juhud bo'lib o'lay. Shu chaqda juhudmi ochiq bilan, agar so'zim yolg'on bo'lsa, Tavrat bilan qasamki, sendek bir musulmon bo'lib ketay. Demak, boshqalarning ziddiga tegsang, senmi ochiq tilanglaysan. Sen boshqalardan bezar bo'lsang, boshqalar sendan yuzasi bezar bo'lishi mumkin. Sen boshqalarni mansitmasang, boshqalarmi seni mansitmaydi. Hikoya qilinishicha, bir tuti qushni qog'i bilan bir qafasga solib qo'ygan ekan. Tuti qog'ining yiqimsiz ko'rinishini yerginib shundoq debdi. Buning talati nima degan sat, qiyofati nima degan xunuk, turqi nima degan yerginishlik, qiliqi nima degan aski. Ey judolik qog'isi, koshki arimiz 2 mashriq orliqidek yiroq bo'lib qolsa-chu. Shunisi qiziqki, qog'im tuti bilan birga bo'lib qolganligiga jinidan bezar bo'lib xafachilikda qolgan. Umu la havla o'qib palakning ta'tir cho'rgilganligidan noligan va mayuslik qo'lini bir-biriga surkab mundaq degan. Bu nima degan sho'r peshonlik, nima degan ta'li paslik, nima degan turaqsiz kunlar. Men boshqa qog'lar bilan birga bog'ning tamlarida so'lat bilan yurgan bo'lsam, o'zimning qadr-qimmatiga loyiq bir ish bo'lmamdi. Men nima gunoh qilgan bo'lg'aydim? Uning jazosi uchun taqdir meni ashundaq bir manmanchi, ahmoq, vallaqdakir noahlining suhbatiga kirgizib qo'yib, mushundaq balo qazo ranjiga giribdor qildi. Surating bo'lsa tamning qishida, hech kishi kelmay orqaga yonar. Cennette bo'lsa gar turar joying, kishi do'zaxni qilar ixtiyor. Balam, qo'pollikning yana biri boshqalarning aybini va laqmini atab gap qilishdir. Saqni tazlasa kulgisi kelur, tazni tazlasa o'lgisi kelur degan gap bor. Boshqalarning azan to'lab qo'ygan ismini to'liq atab chaqirsang, yiqiliq ifoda qilgan bo'lasan. Laqmini atab haqorat qilsang, qalbiga dog' solsan. Hatto dushmaning bo'lsa-mu, to'g'ri so'z bilan gap qil. Qo'pol, yirik so'z qilma. Qo'pollikning ojizligini oshkorlab qo'ydi. Ko'nlarning bir aqidasi borki, yumshoq qurut qattiq yog'ochni yeydi. Har qancha urush talash qilib qolsangmi, til haqorat ishlatma. Kishining aybini dema. Bu seni zaif, bechora holga tushirib qo'ydi. Balam, har qanday so'zni deganda ehtiyot bilan so'zligim. Eg'izdan chiqqan so'z o'rnidan chachirgan ko'z degan gap bor. So'z degan atqan o'qqa o'xshash qaytirib olishmi mushkul. Zuvanға keldi, ziyanға keldi degan masal bor. O'rinliq so'z nurg'un girarlarni ichib o'tadi. O'rinsiz so'z qilg'uchi ig'ir zanjirga bog'landi. Anglaganmiding? Badanga jon kirgizadigan so'zmi bor? Aytquchining beshini shamolga so'raydigan so'zmi bor? Hikoya qilib turlarki, bir podshoh tushida 32 tal kishi butunlay to'kilib ketib tushab qopti. Bu tushni munajjim tabirchilarga o'rgatgan ekan, bir munajjim noyati qo'pollik bilan Ailelari bütün urug' tuqqanlari sizlardan burun o'lib ketadi ekan deb ta'bir beribdi. Buningdan qattiq g'azablangan shoh bu munajjimni o'limga hukm qilibdi. Yana bir munajjim bu tushga mundaq ta'bir beribdi. Ailelari sizlar bütün urug' tuqqanlardan uzun umr ko'radi ekanlar. Bu ta'bir shohga ma'qul kelibdi va nurg'un mukofot beribdi. Ko'rdingmi? Har ikki ta'birning chiqargan xulosasi amaliyoti o'xshash, lekin gapni o'rinli qila olmay, qo'pol til ishlatgani uchun biri beshini yer berdi. Yana biri aql bilan gapga mahorat libosini kiydirganlik uchun mukofotga erishdi. Balam, yana shunga diqqat qilganki, so'zlaganda hayo bilan so'zligim. Odamga hayosizlik bek ayibdir. Dedim deb, hamma gapni ochiq deyishga bo'lmaydi. Hamma a'zoni tilga elaverish ham yaramaydi. Qiz o'g'illar orasida deydigan gapmi bo'ladi, demaydigan gapmi bo'ladi. Cho'nglarning orasida deydigan gapmi bo'ladi, demaydigan gapmi bo'ladi. Har qanday sorunda hayo bilan so'zligilik. Hayo bilan inson qatorida sen, hayo ko'tarilsa hayvon sanalsan. Hatto kishilar bilan urushib qolsangmi, atrofingga beqib hayo bilan til yorg'in.
Başqalarning hayosizligidan ibrat olg'in. Hayosiz odam kishilarga eng sat ko'rindi. Agar hayosizlarning so'riniga kirib qolgudek bo'lsang, o'zingni ilib qoch. Bo'lmasa ko'nglingni g'ash qilib olasan. Hayo pardasi ko'tarilib ketgan yerda adab qoidaga o'rin qolmaydi. Uyg'urlarda hayo yo'q yerda iymon yo'q degan gap bor-ku. Hayosiz odam eng fazilatsiz hisoblandi. Shunga nodon fazilatsiz odamlar bilan urushib qolma. Urushsang hargiz ulardan hayo kutma. Shunga Mahmud Qashqari bovimiz shundoq ogohlantirgan ekan. Yavaş bilan urush, yuzsiz bilan etishma. Yavaş eg'izingni ko'taradi, yuzsiz bo'lsa seni sharmanda qiladi. Turkiy tillar divani. Farzandlar yana shuni eskartishinglar kerakki, hazil chaqchaq bor yerda hayo ko'tarilib ketadi. Uyg'urlarda chaqchaqning oxiri chaqchaq degan gap bor bolam. Har qanday hazil chaqchaq yo'lliq, o'tiral bo'lgani yaxshi. Qopal, yirik, afsona chaqchaq odamni hang'i so'raydi. Agar o'yinga chaqchaq qilmoq bo'lsang, go'zal, chiroyli so'zlar bilan kishilarning ko'ngliga arom beradigan, dilni yeshadigan chaqchaqlarni qil. Qiziq latiflarni so'zla. Hargiz afsona, qopal, hayosiz latiflarni so'zlab kishilarni kuldirman dema. Faqat chiroyli gaplar bilan boshqalarni o'ziga tortishga qurbi yetmagan kishilar ashundoq hayosiz chaqchaq bilan o'tirg'i chiqadi. Hayosiz chaqchaq qiladigan odam yuzsiz bo'ladi. Shunga undaq odamlardan o'zingni tortmag'ing lozim. Agar qurbiting yetsa kishilarning ko'nglini ram qilib, o'g'liyolg'idek go'zal chaqchaqlarni qil. Hazrati Muhammad alayhissalom ba'zi chaqlarda sahobalarga haq so'zlar bilan chaqchaq qiladi va latif so'zlaydi. Rivoyat qilinishicha, Hazrati Oyshaning uyida bir qiyri xotin bor edi. Bir kun u qiyri xotin: "Ya Rasululloh, menga shafaat qilsizlar, Alloh taolo meni jannatga kirgizsin" dedi. Hazrati Payg'ambar alayhissalom: "Qiyri xotinlar jannatga kirmaydi" dedi. Bechora qiyri yig'lab tashladi. Payg'ambar alayhissalom kulib turib: "Hey mo'may, ko'nglingizni buzmang. Mening so'zim haq so'zdir, yolg'on emas. Qiyomat kuni barliq xalq mayli yosh, mayli qiyri bo'lsin, go'rdan terilib qopqanda, hammasi yoshlik, yigitlik holatida qopar. Tangri bandlarni jannatga kirgizganda yosh yigitlik holatida kirgizar" dedi. O'g'lim, latifa chaqchaq qilsang chaqchaqni tushuna oladigan, chaqchaqingga yo'lida chaqchaq qaytara oladigan kishilar bilan qil. Chunki chaqchaq deganmi aql farosat bilan bo'ladi. Nodon odamlar chaqchaqning qadr-qimmatini bilmaydi, ham tushunmay sana til soladi. Chaqchaq qilganda boshqalarning aybini shippa keltirib qilma. Bu chaqchaq emas, boshqalarga qilgan haqorat bo'ladi. Balam, saq odamning mast bilan chaqchaqlashishi to'limi kulkilik hol. Aql bo'lsang hargiz mast odam bilan gap talashma, ham chaqchaqlashma.